Muhtasham 100 yil haqida siz bilmagan qo'rqinchli faktlar. Serial pavilyonda hamda Topkapi Usmoniylar imperiyasi saroyida olingan. Suratga olish guruhi saroyni ko'zdan kechirayotganda bir boboy kelib, nima qilyapsizlar deb so'raydi. Serial olmoqchiligini aytganda, boboy bu narsalarni bekorga qilyapsizlar deb ketadi. Hamma hayron bo'lib qoladi, chunki ular uchun bu yomon belgi. Suratga olish boshlanishidan oldin rejissyorga hamma bu yerda g'ayritabiiy narsalar bo'ladi, ovozlar eshitiladi, ruhlar ko'rinadi deganda, rejissyor men mistikaga ishonmayman deb javob beradi. Suratga olish boshlanganda aktyorlar g'alati narsani his qilishayotganini aytishadi. Saroyda Xurram Sultonning rostakam xonasida suratga olish bo'layotganda bir qiz qo'rqib chiqib ketadi. U qizdan nima bo'ldi deb so'raganda, Xurram Sultonni qo'shni xonasida bir sharpani ko'rdim deydi. Juda ham qo'rqib ketganidan u yerga kirgisi kelmaydi. Suratga olish jarayonida suratga oladigan uskunalar, lampalar o'z-o'zidan o'chib qolib yoki kuyib qolishni boshlaydi. O'zidan o'zi narsalar tushib ketadi, shamol bo'lmasa ham. Mohidavron rolini gavdalantirgan aktrisa o'z intervyusida Mohidavronni tushlarida ko'rib qo'rqib chiqqanini aytadi hamda Mohidavronni hayoti uni hayotiga o'tib qolganini, hech qaysi muhabbati bilan birga baxtli bo'la olmayotganini aytadi. Ikkinchisida Xurram va Sulton Sulaymon aktyorlari haqida gaplashamiz. Ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga plus qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr.